Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy doiralari tomonidan 2017-yili tutqun qilingan va 2019-yili 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan professor Eminjon Saidning shartsiz qo'yib berilishi uchun harakatga o'tdi. Xalqaro kechirim tashkiloti bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur akademiyasini 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligiga hech qanday sabab ko'rsatmaganligini ta'kidladi. Professor Eminjon Saidning qo'yib berilishi uchun qanot yaydirilgan harakat doirasida Xitoy davlat raisi Shi Jinpingga bir parcha maktub yo'llangan bo'lib, maktubda Eminjon Saidning jinoyatiga doir xalqaro jamiyat e'tirof qiladigan dalil yoki odil bir sud bo'lmaganligi uchun uning darhol shartsiz qo'yib berilishi talab qilingan. Xitoy texnik şirketi Huawei'ning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiligida muhim rol o'ynayotganligi o'tirg'i chiqdi. New York vaqt gazeti 20 fevral e'lon qilingan bir maqolada Xitoy inkor qilayotgan bo'lsa-mu, lekin Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarining jahannamga aylanganligi, Huawei shirkatining bo'lsa yig'ilish lagerlari va boshqa kollektiv nazorat qilish sistemalarining qurilishida muhim rol o'ynaganligi bildirilgan. Yana bir tarafdan Amerika Mudofaa ministri Mark Esper NATO'ni Huawei tahdidiga qarshi ogohlantirib, bu shirkatning Xitoyning g'arbga singib kirishidagi bir vosita ekanligini aytgan edi. Amerika Adliya ministri William Barr bo'lsa, o'tgan hafta 5G texnikasida Amerika va ittifoqdoshlarining Huawei'ga qarshi Nokia va Arcosonga mablag' selish lozimligini ta'kidladi. Sharqi Turkistonda tunji qatim bir Uyg'urda Wuhan virusi bayqaldi. Bundan burun Sharqi Turkistonda faqat Xitoylarda bu virus ko'rilgan edi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Sharqi Turkiston bilan Qozog'iston chegarasiga yaqin joyga joylashgan G'o'lji Do'ngmazorda 4 Uyg'urda Wuhan virusi bayqalgan. Lekin yerlik amaldorlar faqat Faqirdan Xilil ismli kishining virus bilan yuqumlanganligini dalillagan. Shuning bilan birga Xitoyda tunugin bir kun ichida 118 kishi koronavirus sababli o'lgan. Xitoy Davlat Sahiyya komitetining bildirishicha, Xitoy miqyosida 75465 kishi Wuhan koronavirusi bilan yuqumlangan bo'lib, 11663 kishining ahvoli xatarlikkan. Gumonliq kishi soni 5206 bo'lib, 120302 kishi nazorat ostida tutib turilib ko'zlanmoqda. Hong Kongda yuqumlanuvchilar soni 68 ga chiqqan bo'lib, Sharqi Turkistonda 76 ga yetganligi e'lon qilindi. Germaniya bosh ministri Merkel va Fransiya prezidenti Macron Rossiya prezidenti Putin bilan telefonda ko'rishganda Idlibdagi to'qinishlarni darhol to'xtatishga chaqiriq qildi. Merkel va Macron Suriyaning Idlib shahridagi insonparvarlik kriziga bo'lgan andishlarini o'tirg'i qo'yib, rayondagi to'qinishlarning darhol to'xtatilishi kerakligini bildirdi. Ular yana Putin va Erdo'g'an bilan Idlibdagi siyosiy hal qilish yo'li haqida muzokara olib berishga tayyor ekanligini bildirdi. Bundan burun Turkiya Davlat Mudofaa ministrligi Idlibdagi Turkiya askarlariga qilingan bir havo hujumida 2 askarning o'lib, 5 askarning yaralanganligini e'lon qilgan edi. Turkiya taraf e'lon qilgan bayonotda Idlibdagi o'xshash bo'lmagan manbalardan erishgan uchurlarga asoslanganda Suriya armiyasining 50 dan ortiq odami, 5 tanka, 2 harbiy avtomobil, 1 bronevik va 1 avtobusi vayron qilindi deyildi. Germaniyaning Xannau shahrida irqiy qirg'inchilik hujumi ep berilgan Tobiasning 6 kun burun voqea yuz bergan qahvaxonaga kelib, kuzatish ep bag'anligi bexatarlik kamerasida oshkorlandi. Germaniyaning Xannau shahrida oldingi kuni 2 qahvaxonaga qilingan qurolli hujum orasida turklarmi bo'lgan 9 kishi hayotidan ayrilgan edi. Alayda qism saqchilarining harakatida hujum elib bo'lgan 43 yoshli Tobias va 72 yoshli onasining uyida jasad topilgan edi. Hujumchining bir maktub va bir video qoldirib ketganligi bildirildi.